farq emasligimni bilasan. Komila, senga shu paytgacha aytolmay yurgandim. Menga turmushga chiq. Mirjalol aka, men buni o'ylab ko'rishim kerak. Shuncha yil birga ishladik, bir-birimizga qarashdik. O'ylab o'tirishni hojati bo'lmasa kerak. Bilasiz, ota-onam vafot etganlaridan keyin ukalarim meni qaramog'imda qolgan. Ularni yolg'iz tashlab ketish menga og'ir. Hammasini tushunaman. Endi shuncha kutgan odam yana ozroq kutishi mumkin. Lekin o'zingni ham o'ylashing kerak. Hamma vaqt ukalaringni o'ylab yasholmaysan-ku. O'zingni ham hayoting bo'lishi kerak, Komila. Aytgancha Shahzoddek yaxshimi? Ha, yaxshi. Maktabga chiqdi. O'qishlari yomon emas. Bundan faqat xursand bo'laman. Mirjalol aka, do'kon ochsammi deyotgandim. Imkoniyating yetadimi? Ha, yangi firmamni nomiga rasmiylashtirsam bo'ladi. Xorijdan maishiy texnikalar olib kelyapman. Xaridorlarim yetarli. Shu paytgacha mijozlarga tarqatib berayotgandik. O'zim do'kon ochsam foyda ko'ramanmi deb o'ylayotgandim. Bu aniq. Mayli, senga yordam beraman. Mirjalol aka yaxshi inson. Bugun qo'limni so'radi. Rozi bo'lsam, yonimda soyabonim bo'lardilar. Ukalarimni, o'g'limni tashlab qo'ymaydilar. Ayol boshim bilan qo'limdan kelgancha ishladim. Lekin qachongacha bunaqa ahvolda yuraman? Opa, Doniyor akam belini ushlab yotib qoldi. Nimaga? Bilmasam, yuguringchi. Nega shuni telefon qilib aytmading? Yaxshimisan, Doniyor? Biroz yaxshiman. Og'rig'i qoldimi? Biroz bosildi. Doniyor, bular Mirjalol aka. Ko'p yillar davomida birga ishlaganmiz. Hozirgacha menga yordam berib keladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doniyorga nima bo'lgan? Buyragida tosh paydo bo'lgandi. Joyidan qo'zg'alibdi. Operatsiya qildirishimiz kerak ekan. Shu yerda qildirasizlarmi? Sinfdoshim jarroh. Gaplashib qo'yaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, rahmat. Rahmat aka. Men doktor bilan gaplashib chiqay. Mirjalol akaga rozilik beraman deganimda endi bu tashvish. Ukamni kasalxonada qanday tashlab ketaman? Ketsam kim qaraydi? Tuzalishini kutishim kerak. Doniyor? Tur, dorilarni ichadigan vaqt bo'ldi. Suyni. Rahmat. Nega kayfiyating yo'q? Ha? Beni yoki og'riq kuchlimi? Ana oldingizda o'ralashib yurgan odam kim? O'sha kuni ham aytganman senga. Mirjalol aka bilan birga ishlaganmiz.
kasalxonaga tushib qolganingni eshitib yo'qlab kelibdi. Ko'rding? Bizga ancha foydasi tegdi. O'sha odamga turmushga chiqasizmi? Meni kasal holimda tashlab ketasizmi, opa? Yo'q, nega unaqa deysan? Doniyor, u yaxshi odam, lekin hozir turmushga chiqishni emas, seni sog'lig'ingni o'ylayapman. Jon kuydirishiga qaraganda, bugun erta u sizga uylanmoqchi. Men oyimga sizlarni tashlab qo'ymaslik uchun so'z berganman. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Hali sizlarni uylantirishim kerak. Hali hammasi oldinda. Bema'ni gaplarni xayolingdan chiqarib tasha. Xo'pmi? Sog'lig'ingga qara. Xo'p, opa. Rahmat. Bo'pti, Damina. Komila, yana o'ylab ko'raman desang kutishim mumkin. Yo'q, Mirjalol aka. Men o'ylab ko'rdim. Ukalarimni bunaqa ahvolda tashlab keta olmayman. Tashlab keta olmaysan? Qachongacha? Vaqti kelib ular ham uylanishadi. Oilali bola chaqa bo'lgandan keyin o'zlaridan ortmay sen bilan ishi bo'lmay ham qolishadi. Ukalarim oqibatli. Ular haqida unaqa demang. Ukalaring yomonlash niyatida aytganim yo'q. Sen ham o'zingni o'ylashing kerak-ku. Qachongacha ularni deb yashaysan? O'zing uchun yashashni qachon boshlaysan? O'g'ling ham katta bo'lib qoldi. To'g'ri. Katta bo'lyapti. U meni yolg'izlatib qo'ymasa kerak. Uzr. Mendan xafa bo'lmang. Yaxshi qil. Bo'pti qizlar, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling. Yaxshi borib keling. Biror nima kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilib aytarsizlar. Xo'p. Xo'p. Aka miydigan bo'lib ketsangiz ham rozimiz. Qari qiz opamiz endi ishlar ketdilar. Keta qolsin, shu odam hovlida bo'lsa erkin nafas ola olmayman. Nafasim bo'g'iladi. Nimasini aytasiz? Ikkita ukalarini uylantirdilar. Bo'ldi. Endi maza qilib o'zlari alohida yashsalar bo'lmaydimi? Nimaga bu yerda yuribdilar, hayronman. Pullari bor. Bemalol alohida yashasalar bo'ladi. U kishi ham kelin qilib qiroliy chalada yashayman deb o'ylayaptilar shekilli. O'zidan qaynonani yasab olgan. Mayli. Biz ham anoyi emasmiz-ku. Erlarimizni ozroq toblab qo'yadigan vaqti keldi shekilli, Ovsinjon. Menimcha ham shunaqa. Bolasini olsin-da, hovlidan chiqib ketsin. Bizani tinch qo'ysin, to'g'rimi? To'g'ri. Shu lekin ukalari hali ham opam deydi. Ovsinjon, opani davri o'tdi. Endi uni yo'lga soladigan xotinlari bor. Nima dedingiz? To'g'ri. Doniyor aka, to'g'risi ham shudek. Opangizning o'g'li katta bo'lib qoldi. Yaqinda maktab bitiradi. Biz ikkita o'g'il undan qo'rqamiz. O'zimizni uyimizda o'zimiz bemalol yura olmayapmiz. Pullari bor, mashinalari, uy-joy, hatto firmalari ham bor. Lekin nimaga haligacha opajon o'zlarini qiynab, biz bilan yashab yuradi? Shuni tushunmayman. Firmalari bitta emas, bir nechta. Lekin birontasini sizlarga ishonmaydilar-ya. Rostdan ham yaxshi ko'rsalar, jigarlariga bermaydilarmi?
Menimcha bu ketishda hech narsasiz qolib ketasizlar. Bunaqa jim o'tirursangiz, hamma narsani o'g'illarining nomiga rasmiylashtirib beradilar. Hovlidan chiqarib yuborib, o'zlari egalik qilishlari ham mumkin. Siz qachongacha indamaysiz? Talab qiling, narsali bo'ling. Hech nimasiz qolib ketmang yana. Opizni ko'ndirish shunaqa qiyin emas-ku. Shu kunlarda haqqingizni olmasangiz, ertaga o'g'illar katta bo'lgandan keyin hech ham tegmaydi sizga. Aslida opis siz o'ylaganchalik yaxshi ayol emas. Endi janjal chiqmasin uyimizdan deb ko'p narsalarni gapira olmayman. Shu to'sdek tovlanadigan opizdan o'gay qaynona yaxshi-dek. Tinchlikmi? Gaplashib olishimiz kerak debsizlar. Firmalaringizni bizga ham bo'lib berishingiz kerak. To'g'ri. Uka sifatida talab qilishga haqqimiz bor. Chunki biz ham shu oilaning a'zosimiz, jigaringizmiz. Mulk degan narsa teng bo'linishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Doniyor, Yorqin, men bu firmani o'z kuchim bilan ochganman. Bu degani sizlarni nasibasiz qoldirdim degani emas. Hali sizlarni boshqarishga tayyor emassizlar deb, to'g'risi bu haqida o'ylamayotgandim. Nimaga tayyor bo'lmaymiz? Yoningizda yurib ancha-muncha narsani o'rgandik, to'g'rimi? Bundan keyin ham yonimizda bo'lasiz. Nimadandir qiynaladigan bo'lsak, darrov sizdan yordam so'raymiz. To'g'rimi? Yonimizda bo'lasizmi? Akam to'g'ri aytyaptilar. Biz institutni tugatib, ozmi ko'pmi narsalarni o'rgandik-da. Hali biroz shoshmasanglar bo'larmidi? Nima bergis kelmayaptimi, opa? Yana qancha kutishimiz kerak? Ikkalamiz ham oilalimiz. Qachon bu yurishda aravamizni tortishni o'zimiz o'rganamiz? Agar berishni xohlamayotgan bo'lsangiz, shuni ayting. O'zimiz harakatni boshlaylik. Mayli, roziman. Firmalarimdan ikkitasini sizlar nomingizga o'tkazib beraman. Opa, ikkita firma bizga kamlik qiladi. Hammasini topshirib qo'ying, sizga ham dam berishimiz kerak. To'g'rimi? Ancha-muncha ishlab qo'ydingiz. Endi oyoqni cho'zing, bir damni oling. Biz ishlaylik endi, to'g'rimi? Uka bo'lib. Ha, gapingiz to'g'ri aka. Menimcha aynan shuning uchun ikkalamizni yoningizga olgansiz. Biz ham qarab turmadik, sizga ozgina yordam berdik. Baribir qachonlardir qo'lingizdan ishingizni olishimiz kerak-ku. Shahzodni yonimizga olamiz. O'zimiz hammasini o'rgatamiz. Fikrim ma'qulmi, opajon? Nima deysiz? Xo'p, roziman. Bu boshqa gap, to'g'rimi? Notariusga boramiz. Firmalarimdan 4 tasini sizlarning nomingizga o'tkazib beraman. Ikkita ukamga, ikkita menga. Tabriklayman, akajon. Firmalar muborak bo'lsin. Rahmat, opajonim, rahmat. Juda xursand bo'ldik. Rahmat. Endi oyoqni cho'zing, endi dam oling, ha? Bir osh qilamiz bugun. Nima deding? O'z qo'lim bilan chiroyli qilib osh qilib beraman. Qani? Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Yaxshimisan? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mirjalol aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu yoqlarda nima qilyapsiz? Shunda o'zim o'tib ketayotgandim. Seni ko'rib qolganimni qarang. Do'kon senikimi? Ha, sizga bir paytlar aytgan do'konimni ochdim. Yaxshi qilibsan. Ishlaring avjida ekanda. Shaxsiy hayotchi. Xo'sh, mendan so'ramay, o'zingizdan so'rasak. Menda o'sha o'zgarish yo'q. Senga o'xshagan topolmadim. Qo'ysangiz shunaqa demang. Sizga munosib ayollar juda ko'p. Men hali ham o'sha fikrimda qolganman. Menga turmushga chiq. Mirjalol aka, xafa bo'lmang. Endi turmushga chiqmayman. Nega? Ukalarimni uylantirdim. Farzandlari ham bor.
Hozir o'g'lim o'qishga kirgan. Endi ularning rohatini ko'radigan vaqtim keldi. Turmushga chiqish fikridan qaytganman. Shukr, ishim bor. Shularga ovunib yuribman. Uzr. Mayli bo'lmasa. Mayli, xo'p. Yaxshi qoling. Xo'p. Mirjalol aka umidini uzmagan ekan. Meni ham ko'nglim bor aslida. O'sha payt hech narsaga qaramasdan turmushga chiqsam bo'lar ekan. Bekorga ham gapga qolib ketdim. Afsus. Bu ayol kim? Bu ayol farishtam. Dunyoda meni yaxshi ko'radigan yagona ota. Ona. Onangiz hayotmilar? Ularni boshini egdi. Isnodga chidolmadilar. Xudoyim. Onani yig'latmasin. Bu dunyoning sinovlari juda ham og'ir ekan. Xo'sh, ishlarimiz qanday ketyapti? Yaxshi. Sizni taklifingiz bilan bat mahsulotlarini olib keltiryapman. Xorijdagilar bilan kelisha oldingmi? Menga Koreyani taklifi ma'qul tushdi. Boshqalarga nisbatan arzon va sifatli. O'zimizni firmalar bilan-chi kelisha oldingmi? Ha, kelishib oldim. Talabgorlarimiz bor. Shartnoma tuzishni boshladik. Yaxshi, lekin bir narsa. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Xo'p, bola, tushundim. Komila, ishdan tashqari yana bir savol bersam maylimi? Mayli. Nega shu paytgacha turmush qurmading? Sulton aka, shu savolingizni javobsiz qoldirsam maylimi? Bir ro'zg'orni gullatadigan ayolsan. Eshitdim, o'g'ling bilan yolg'iz yashayotgan ekansan. Yolg'iz emasman. Ukalarim, kelinlarim, jiyanlarim bor. To'g'ri, lekin ular baribir senga suyanchiq bo'lish olmaydi. Shunaqa gaplarni qo'ying Sulton aka. Seni juda ham hurmat qilaman. Shuni bilib qo'yishingni xohlardim. Mayli, charchama. Meni hurmat qilishingizni boisini ham bilaman. Oilangiz notinch. Ayolingiz bilan chiqishmaysiz. Faqatgina bolalaringiz uchun yashaysiz. Xotirjamlik bo'lmagan xonadonda halovat qayerdan bo'lsin? Meni zimdan yoqtirib qolganingizni ham bilaman. Komila, hammasidan xabarim bor. Tovar yo'lda bojxonaga yetib kelgan zahotiyoq yetib boraman. Voy, sizni ovora qilib qo'yaman-ku. Yo'q, faqat seni yuking uchun emas. Boshqalarning ham yuki bor. Xohlasang yur o'zing ham bojxonani tartib qoidalarini o'rganasan. Keyinchalik o'zingga ham kerak bo'ladi. Mayli, unda boraman. Mayli, yaxshi tamom. Ha, namuncha og'iz burun o'pishgandek bo'lib izmalanib gaplashmasangiz, ha? Buncha yomon o'ylayverasan, u hamkorim bo'lsa. Hamkormish. Tushunarli. Anu iri yo'q, boshi ochiq, chiroyli hamkoringiz-da. Senga buni nima ahamiyati bor-a? Nima deganingiz bu? Qanaqasiga ahamiyati bo'lmasin? Axir erim bo'lasiz. Qizg'anaman. Hattoki uyingizda men bilan ham shunaqa gaplashmaysiz. Menga alam qiladi. Menga qara, muomalangni chiroyli qilib yaxshi qilsang, sen bilan ham yaxshi gaplashaman. O'z shunaqa sizga. Ko'chadagili qadrli xotiningiz bilan ishingiz yo'q. Ish bahona, diydor g'animat, to'g'rimi?
Og'zingga qarab gapir. Ana ko'rdingizmi? Darrov yonini ham olasiz, a? Menga qarang. Agar o'sha megajin bilan yurganingizni ko'rsam boru, sochini bittalab yulaman. Nima? Uyda shallaqlik qilganing yetmagandek ko'chada ham o'zingni ko'rsatmoqchimisan endi? Hali men sizga shallaqa bo'ldimmi? Ha? Ko'chadagilaringiz sizga yaxshi, jonim deb gaplashasiz. Uydagi xotiningiz sizga shallaqa, to'g'rimi? Hali ko'rsatib qo'yman men sizlarga. Hali qo'limga tushasizlar-yu. Menga qara, hamma sharoitingni qilib qo'ygan bo'lsam, bilganingcha yeysan, yashaysan, yana nima xohlaysan mendan? Nima? Hamma sharoit qilib berdim. Bo'ldi. Ko'chada nima qilsam qilaman deganimi bu? Erim bo'lasiz, rashk qilaman men ham. Bo'ldi qil. Hadi baqiravermagin, boshim otilib ketdi otda. Senga o'zi bir gap uqtirib bo'lmaydi. Shu paytgacha sen bilan gapimiz bir joydan chiqmagan, bundan keyin ham chiqmaydi. Agar o'zingizni bosolmasangiz, bundan battar bo'ladi. Tushundingizmi? Hop. Yangi hamkorlar bilan shartnomalar imzolading? Bilmadim. Ozroq o'ylab ko'ray degandim. O'ylaydigan nimasi bor? Endi bilasiz. Mana gumonim to'g'ri chiqdi. Ana, ushadimmi? Ushadim. Ha, uyatsiz. Etim erim kechasi nimaga kech keladigan bo'lar ekandi. Bunaqa kechga emasdi erim. Mana bu sharmanda boshingizni aylantirib yurgan ekanda, ha? Uyatsizlar. Nima deyapsiz o'zingizni bosing? Nega o'zimni bosar ekanman? Ersiragan bo'lsang, yerdan ajrashib nima qilarding? Nima qilasan meni erimga osilib? Erimni tinch qo'y. Menga qara, onasi tinchlikmi nima qilasan meni ishxonamga kelib? Mana buni sharmanda qilish uchun keldim ishxonangizga. Asl yuzini ko'rsatish uchun keldim ishxonangizga. Men seni hozir qamatmaguncha qo'ymayman. Hali sen hamma yerimni boyliklarini shilib yuribsan-a? Ko'rasan hozir. Hozirni o'zida bu ish hal qilaman. Alo? Ichki ishlarmi? Assalomu alaykum. Guliston ko'chasidagi firmaga tez yetib kelinglar. Erim o'ynashi bilan shov oldim. Ha, faqat tezroq kelinglar. Mana, hozirroq hal qilaman. Qochishni xayolingga keltirma. Uyinggacha boraman. Ha, dadasi? Uyalmaysizmi? Meni aybim yo'q. Voy, nimaga aybing bo'lmasa ekan? Erim boshini aylantirib ish bahona pinjiga kirib olding-ku. Qanaqasiga aybing bo'lmaydi? Har kuni qo'ng'iroq qiladi. Ishda-ku bilmasligim mumkin. Bo'ldi qilgan. Qorong'ida ham qo'ng'iroq qiladi. Kechasi bo'ldi qilgan dadam. Bo'ldi tinchlaninglar. Mana ko'rasizmi, o'rtoq tergovchi? Men gapirsam ovozimni o'chirgan, lekin mana bu gapirsa indamay turadi. Shunaqa jonimga tegib ketdi. Uyda ham shu ahvol. Siz bilmay turib birovga tuhmat qilmang. Tuhmat qilganingiz to'g'risida mana shu ayol yozib bersa, o'zingiz qamalib ketasiz. Tushuntira oldimmi? Nimaga men qamalakkanman? Erimni tortib olsa indamay turishim kerakmi? Bolalarim yetim bo'lish kerakmi? G'alati ekansizlar. O'rtoq tergovchi, undan ko'ra bu ayol yaxshilab tekshiringlar. Hali erimni pullarini ham shilib olgandir. Erim hali nomiga uy ham olib bergan bo'lishi mumkin. Bo'ldi qiling, nima deyapsiz? O'ylab gapiring. Og'zingga qarab gapir. Yonini oling, yaxshilab yonini oling, xo'p? Menga qara, juda ham oshirib yuryapsan endi. Bo'ldi qilgan. Nega bo'ldi qilaman? Bor gap aytyapman. O'rtoq tergovchi, xotinimning gapiga ishonmang. Bu hammasi tuhmat. Bilib turibman. Agar haddidan oshsa, o'zlariga qarshi chora qo'llashimiz mumkin. Men Komiladan kechirim so'rayman. Iya, mendanchi? Mendan kechirim so'rash niyatingiz yo'qmi, Navodo? Sendan nimaga kechirim so'rar ekanman, ha? Hammani oldida boshimni egganing uchunmi? Bo'pti, bo'lmasa mana bu betayin ayol mendan kechirim so'rasin. Sizdan hech kim kechirim so'ramaydi. Uyingizga boring. Borib qilmishingizni o'ylab ko'ring. Yana shu hol takrorlansa, qonun sizga jazo tayinlaydi. Tavba qildim-ey. Haqiqiy jinoyatchi qolib hali meni jazolaysizlarmi? Bu g'alati emasmi? Sizni hozirgi qilmishingizni oqlab bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Siz ishingizni davom ettiravering. Sizning aybsizligingiz isbotlandi. Rahmat. Keling, sizga kim kerak? Komila degani shu yerda turadimi? Ha. Qaynopamlarda gapingiz bormi? O'zi kerak edi, o'zi uydami? Yo'q, ishdalar. Qaynopangizga yetib qo'ying. Qadamini o'ylab bossin, xo'pmi? Oqibati yomon bo'ladi. Tinchlikmi, opamiz nima ish qilibdilar? O'sha opingiz erimga osilib olgan.
har kuni qo'ng'iroq qiladi. O'sha opingizni yig'ishtirib oling, xo'pmi? Buni dastidan erim ishdan kech keladigan bo'lib qoldi. Bularda bir gap bor. Yo'q, siz qo'lingiz bilan ushladingizmi? Qo'lim bilan ushlaganimda bu yerga kelmasdim. Xo'p, men nima qilishim kerak? Menga qarang, ukalari bor ekan. Ukalariga aytib qo'ying, xo'pmi? Opasini yig'ishtirib olsin. Bo'lmasam yomon bo'ladi. Shu ketishda ketadigan bo'lsa, mendan ko'radiganini ko'radi, xo'pmi? Xo'p, lekin ayrim ayollarning makri 40 tuyaga yuk. Ha, eringizni qo'yningizdan yulib olib ketib qolganini bilmay qolasiz. Yo'q, men unaqa ahmoqlardan emasman, yerini berib qo'yadigan. Xo'pmi? Yaxshi, kelganingiz erimga aytib qo'yaman. Sog' bo'lasiz. Bo'pti. Uydagilar uchun zo'r xabar bo'ldi. O'zlaricha erga tegmayman deb nozlanib yurgandilar-ya. Aslida yuradiganlari bor ekan. Bilganimiz yaxshi bo'ldi. Shahzod o'g'lim, xonangga borib darslaringni qilib tur, tog'alaring bilan gaplashadigan gapim bor. Ha, shunaqa gap bo'ldi, lekin isbotlanmadi. Sulton aka bilan hamkorlikda ishlayman. Sizlarga yetkaziladigan tovarlarning ko'p qismi ular orqali o'tadi. Oramizda hech narsa yo'q. Faqat ish yuzasidan gaplashganmiz. Xotini rashchi ekan. Anorog'i eri bilan munosabati yaxshi emas ekan. Shuning uchun ortadan poylab yurar ekan. U bizni ichki ishlarga chop bordi. Lekin hech narsa qila olmadi. Hozir alamzada yuribdi. Shuning uchun bu gap so'zlarga e'tibor bermanglar. Men hech qachon bunaqa pastkashlik qilmayman. Aytiladigan gaplarim shu edi. Endi boringlar, ishlaringni qilinglar. Men bu yerda o'tirib yuragimni siqmanglar. U firmani qayerdan topganding? Tanishlarim tavsiya qilgandi. U firma bilan kimdir ishlaganmi? Yo'q. Hech kim ishlamagan bo'lsa, nimaga menga ishonchli deb aytding, a? Doniyor, seni gapingga kirib tushib turibman. Shuni sezyapsanmi? Opa, xato qildim. Shuncha paytdan beri qilmagan ishimni qildim. Nimaga og'zaki gapingga ishondim, a? Xudoyim. Doim shartnoma bilan ishlab kelganman, doim. Lekin seni gapingga kirdim. Endi nima qilamiz? Ko'pchilikdan pul olganmisan? Ha. Men ham shunaqa qilgandim. Lekin mana chuv tushib o'tiribman. Opa, balki tovari endi jo'natishar. Sen nima deyapsan? A? O'ylab gapiryapsanmi? 10 kunda jo'natish kerak edi. Bugun necha kun bo'ldi? 1 oy. Eng yomoni, bizga pul tikkanlar ichki ishlarga yozib bergan. Ular pulini tezroq qaytarib berishimiz kerak. Opa, menda hech qanaqa pul yo'q. O'sha pul hozir menda ham yo'q. Do'kon ochaman deganingga berib yuborgandim. Yorqin ham kuta olmadi. Men ham ochmasam bo'lmaydi deb oyoq tirab oldi. Bor budimni senlarga berdim. Xullas, bir yo'lini qilishimiz shart. Bu vaziyatdan chiqishimiz kerak. Menga qara Doniyor. Agar bu yo'ldan chiqishga qiynalsak, do'koningni sotasan. Nimaga men do'konimni sotishim kerak ekan? Ana Yorqinni o'zi sotsin. Bunaqa paytda meniki, seniki demasligimiz kerak. Vaziyatdan chiqishimiz kerak hozir. Vaqt kutib turmaydi. Agar ishimiz sudga oshirilsa, bundan kattaroq jarima to'laymiz. Olgan qarzlarimizni qaytaramiz. Senga keyinroq o'zim do'kon ochib beraman, bo'ptimi? Yo'q, opa, men noroziman. Nimaga norozi bo'lasan, a? Nimaga norozi bo'lasan? Seni gaping bilan firibgarlarga tushib o'tiribman-ku. Bu yerda bitta menda emas. O'zingiz aqli bilan ishlashingiz kerak edi. Boshim aylandi. Boshimni aylantirishda aniqrog'i. O'zim ham nima qilganimni bilmay qoldim.
Menga qara, biz pul o'tkazgan firmani hisob raqamini qayta tekshirtirdingmi? Ha, u yopilib ketgan. Sen tanishlaring-chi? Ular nima deyishyapti? Ular avval surishtirib ko'r degandek, ko'r-ko'rona ishlab ketaverasanmi deyishdi. Bizni baloga tiqib, o'zlari chetda maza qilib tomosha qilib o'tirishibdimi? Bilmayman, birortasi yo'qlamaydi. Qo'ng'iroq qilsam, qo'ng'iroqni ko'tarmaydi. Boshlarini og'ritishmaydi endi. Opa, bu birorta dushmaningiz ish emasmi? Buni sendan so'rashim kerak. To'g'risi bu yerga bekor keldik-da. Ishxonada ham gaplashib bo'lmaydi, bilasan. Kirdi chiqdi hujjatlar bilan chalg'itib qo'yadi. Menga qarang. Bizni boshqacha tushunishlari mumkin deyapman. Qo'y, buni o'ylama. Boshingga tushgan tashvishni eshitdim. Xo'p. O'sha firibgarlar topildimi? Yo'q. Osmonga uchdimi, yerga kirdimi bilmayman. Buyurtmachilardan katta pul olgandim. Ular ichki ishlarga yozib bergan. To'g'risi endi nima qilishni bilmayapman. Boshim qotgan. Meni qamab qo'yishlari mumkin. Qo'y, vohma qilma. Buni qonun doirasida hal qilamiz hammasini. Qonun doirasida men aybdorman. Firibgarlik yo'li bilan odamlardan pul undirgan shaxs bo'lib chiqaman. Sulton aka, tergov boshlanyapti. Ularga nima deyman? Qo'limda hech qanaqa dalil yo'q. Kim menga ishonadi? Qo'y, o'ylama, bir yo'lini qilamiz. Sen avval o'zingga kelib olishing kerak. Rahmat. Sen sabrli ayolsan. Tushkunlikka tushmay sabr qilsang, albatta yutib chiqasan. Firibgarlarni ham topiladi. Charchadim. Qattiq charchadim to'g'risi. Nimaga birdan ishlarim orqaga ketdi? Shunga arziydigan qanday gunoh ish qildim? Tergov boshlanadi. Meni qamashlari mumkin. Qamashmaydi. Qo'y, o'ylama bularni. Yaqinda o'sha firibgarlar ham topiladi. Men ham qarab turmayman. Qo'limdan kelgancha senga yordam beraman. Komila Rajabova, aybingizga iqrormisiz? Men aldanib qoldim. Biz ishonmaymiz. O'rtoq sudya bu ataylab qilgan. Avval tovarlarni o'tkazib, bizni ishonchimizga kirib oldi. To'ppa-to'g'ri. Ular bilan birinchi marta ishlashmadi. Firibgarligini bilmagandim. Ha, firibgar o'zingsan-ku. Nega shartnoma asosida ishlamagansiz? Bu nima? Davlatga soliq to'lashdan qochishni yo'limi bu? Yo'q, men hamma vaqt soliqlarimni to'lab kelganman. Biz bunga hali oydinlik kiritamiz. Chunki nomingizga ochilgan firmalarning soni 5 tadan ortiq. Bundan tashqari ukalaringizga 4 tasini bergansiz. Firmalarni ko'paytirishdan maqsadingiz nima? Ularni yo'nalishi har xil. 4 ta firmamni ularga tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bergandim. Tushunarli. G'arazlik yo'qmi ish qilib? Yo'q, qanaqasi gap bo'lsin? Jabrlanuvchilarga pulni nimaning hisobidan qaytarmoqchisiz? Firmalarimni sotaman. Hamma qarzlarimni qaytaraman. O'rtoq sudya, bu ayolga ishonmang. Bu ham o'sha firibgarlarning bitta sherigi. Nega menga ishonmaysizlar? Qanaqasiga ularning sherigi bo'laman? Sherik bo'lsam shuncha pul olib qochib ketgan bo'lmasmidim? Qocha olmaysan-a. Qochib ketsang ham jinoyating fosh bo'lardi, tushundingmi? Xuddi shunday. Biz ahmoq deb o'ylayapsanmi? O'rtoq sudya, pulimizni qaytarib bersin. Biz tirikchilikdan qolib ketdik. Qolaversa, zararimizni ham o'ndirib bersin. Ha, qaytarib bersin. Ha, nega baqirasiz? Nimaga baqirmaymiz? Qaytarib beraman deyapman-ku. Qaytarib beraman.
Bu shayton urg'ochisi ustimizdan kulyapti. Mazax qilyapti. Buni hamma gapi yolg'on. Ishonmang o'rtoq sudya. Mana bu ukalarni ham qamang. Ular ham opasini ham tovoqlari. Hammasi kelishib ish qilishgan. Xuddi shunday o'rtoq sudya. Ukalari bilan bu kelishib ish qilgan. Kelishib ish qilgan. Bo'ldi qilinglar. Mana haqiqiy basharasini ochdi o'rtoq sudya. Ko'ryapsizmi? Bu til yog'lamani qilyapti. Bu firibgar bu. To'ppa to'g'ri. Oldiga borganimizda ham to'rt tomoning qibla, xohlagan ishingni qil. Bir tiyin ololmaysan degan bu. Shayton urg'ochisi bu. Ko'z yoshingiz jinoyatingizni yengillashtirmaydi. Ha, ustingizdan yana bitta arz tushgan. Siz birovning erini boshini aylantirib yuribsiz. Yolg'on. Unaqa qilmadim. Afsuski rost, dalil bor, video yozuvlar bor. Ayblanuvchi Komila Rajabova sodir etgan bir nechta jinoyatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan 12 yil ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazoni ijro etish umumiy koloniyalarda o'tkazilishi ta'minlansin. Uning nomidagi firmalar musodara qilinsin. Jabrlanuvchilarni zarari qoplab berilsin. Siqilma. Chiqqaningdan keyin hammasini joyiga qaytarasan. Ukalaringni xudoga sol. Ha, ukalaring nomardlik qilishibdi. Unday qila olmayman-da. Rahmatli onamga va'da bergandim. Va'da bergansan, lekin ular nobob chiqibdi-yu. Balki xatolarini hozir tushunib afsuslanayotgandir-a? Afsuslanayotgan bo'lishsa, o'g'lingni ko'chada qoldirisharmidi? Sendan xabar olganda kelishmaydimi? Menga qara Komila. Ulardan yaxshilik kutib ovora bo'lib o'tirma. Sendan ozgina bo'lsa ham yoshim katta. Bunaqa voqealarni ko'pini ko'rganman. Yana gaplarimga xafa bo'lma. Hayot shunaqa beshafqat. Assalomu alaykum. O'tiravur Shahzod. Va alaykum assalom. Ishlaringni ko'rib chiqdim. Institut o'qiysanmi? Ha. Nechinchi kurs? 3-da.